Idris alayhissalom hikoyasi. Odam va ishlardan keyin bir muncha vaqt o'tgach Allohga ibodat qiluvchilar kamayib ketdi. Odamlar johillashib, butlarga, tosh va sanamlarga sigina boshlashdi. Parvardigor ularni to'g'ri yo'lga solish uchun oralaridan Idrisni tanladi va ularga payg'ambar maqomini berdi. Ular yulduzlarga qarab yo'nalishni aniqlab bera olar edilar. Shuningdek, jonivorlarni birinchi bo'lib qo'lga o'rgatgan va siyoh bilan yozishni bilgan birinchi insondirlar. Kunlarning birida ular hovlida yurgan tovuq bilan jo'jalarni ko'rib qoldilar. Ularning yonida xoroz ham bor edi. Xoroz urug'larni yerdan kavlab olar, tovuq va jo'jalar esa urug'larni yeyishar edi. Idrisga xorozning gamxo'rligi, oilasini yegulik bilan ta'minlayotgani yoqib qoldi va shu sabab bo'lib Idris xorozni xonakilashtirdilar. O'sha paytlarda otlar yovvoyi jonivorlar hisoblanishardi. Ulardan urushda foydalanish uchun Idris otlarni ham xonakilashtirganlar. Ular har bitta xonadonga bittadan otni xonakilashtirib boqishni buyurdilar. Bunga odamlar norozi bo'lib, bola-chaqasini zo'rga boqishayotganini, bunday katta jonivorni boqa olmaslikligini aytishdi. O'sha vaqtlarda otlar ham xuddi odamlar singari taomlar tanovvul qilishardi. Shunda Idris otlarni tomorqaga chiqazib ularni otlar bilan oziqlanishga o'rgatdilar. Idris zamonlargacha odamlar barglardan kiyim qilib kiyishar edi. Bir kuni Idris o'rgimchakning tor toqiyotganini ko'rib qoldilar. Ular shunga qarab mato toqishni o'rganib oldilar va ayollari bilan birgalikda kiyim tikishar edi. Idris ayollariga matoning ustiga yotishni buyurar edilar, so'ngra tosh bilan kerakli bichimni kesib olar edilar. So'ng ignali daraxtning ignalari yordamida matoni tikib chiqar edilar. Odamlarga yangi kiyimlar judayam yoqdi. Idris doimiy ravishda ibodatda bo'lar, Allohning ismlarini tinmay o'qir edilar. Kunlarning birida ularni Azroil eshitib qoldi va Allohdan ularning yonlariga tashrif etmoqlik uchun izn so'radilar va shundan so'ng bir necha bor ularni oldilariga kelib ketib yurdilar. Bir kuni Idris Azroilni yonlariga bormoqchi bo'ldilar va Allohning izni bilan buni amalga oshirdilar. Azroil Idrisni o'z maqomlariga olib kirdilar va kursilariga o'tkazdilar. Shunda ular Azroildan necha yil umr ko'rishlarini hayot kitobidan ko'rib kelishlarini iltimos qildilar. Azroil lavhul mahfuzda Idrisning uzoq umr ko'rishlarini va to ular Azroilni kursilariga o'tirmagunlarigacha vafot etmasliklari yozilganini ko'rdilar. Azroil bundan hayratga tushib ortlariga shoshib qaytib keldilar va Idrisni o'z kursilarida jon taslim qilgan holatda ko'rdilar. Shundan keyin Azroil Allohga yolvorib Idrisni qayta tirilishlarini iltijo qildilar va Idris qayta tirildilar. Azroil shu zahotiyoq Idrisni yerga qaytarmoqqa hozirlandilar, lekin Idris, oldin jannatni bir ko'rsam bo'ladimi? deb so'radilar. Allohning izni bilan Idris Sirot ko'prigidan o'tib jannatga kirib o'zlarining jannatdagi joylariga o'tirdilar. Shundan keyin Azroil ularga yerga qaytishni taklif etgan edilar, Idris qaytishni xohlamadilar. Ular, men oldim, Sirotdan o'tdim, jannatga kirdim. O'z haqqimni ado etdim. Men dunyoga qaytishni xohlamayman, dedilar. Shunda Alloh Idris haq gapni so'zlayotganlarni tasdiqladi va ularga jannatda qolishlariga ijozat berdi. Idris jannati insonlar uchun libos tikish ishlarini bajarar ekanlar. Shu bugungi kunga qadar to'rtta payg'ambarlar tirikdirlar. Ikkitasi yerda, ikkitasi osmonda. Xizr va Ilyos yerda, Idris va Iso osmondadirlar.